Sizni eng yaxshi taniydigan inson kim? Oyim biladilar. Oyim meni bilasizmi? Va hozir oyingizga telefon qilamiz. Siz haqingizda 5 savol beramiz. Agar ular to'g'ri javob bera olsa, sizga 100 ming so'm pul beramiz. Oyim nima bilmayman. Ma'lum. Oyi, Yoqtirgan fasli. yoqtirgan faslim qanaqa oyi? Bahor. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Yoqtirgan rangi. Темно-синий. Yo'q, qora deng oyi. Ana qora. Yoqtirgan ovqat. Yoqtirgan ovqatim qanaqa oyi? Sen ko'proq nyam-nyamda. Manti deng oyi, manti. Manti. Ana. Yoqtirgan ishingiz. Yoqtirgan ishim oyi nima? Yuk. Nagirlik. Yo'q, ko'proq uxlayman-ku. Uxlashmi? Yoqtirgan sneklari. Yoqtirgan anu sneklarim. Ermay. Yoqtirgan ashulachilari kim? Oyi, kanivesti? Kanalis. O'yinimiz juda ham haqqoniy bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim va bu son oxirgisi bo'ldi sizni qizingiz bilan. Nima yutding? 100 ming so'm pul yutdi. Oy, 100 ming yutdim oyi. To'lovni bemiydan qilib beraman. Aha. Eng katta xatoyim bu yerga kelganim.